Farzandingiz shifokoriga borganda qo'rqadimi yoki yig'laydimi, baqiradimi, shifokori bilan aloqaga yaxshi kirishmaydimi? Ba'zida sizlarda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Farzandim olib borganimda chuqur uyqu, ya'ni sedatsiyaga olib borishinglar kerak, biz davolab bera olmaymiz deyishadi. Sizlarda har doim shunaqa savol qiynaydimi? Ya'ni sedatsiya, ya'ni chuqur uyqu bolamizga zararlimi, zararli emasmi? Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Men doktor Mashraf, bolalar stomatologi. Sizlarga chuqur uyqu, ya'ni sedatsiyani sodda, qo'rqitmasdan va o'zi aslida kimga kerak emasligi haqida, qaysi joydan qo'rqish kerak, qaysi joydan qo'rqish kerak emas, shu haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. Chuqur uyqu, ya'ni sedatsiya o'zi aslida nima? Avvalo shu narsani biz tushunishimiz kerak. Chuqur uyqu, ya'ni sedatsiya bolani to'liqligicha o'chirmaydi. Ya'ni bola tibbiy asbob-uskunalar orqali nazorat ostida bo'ladi va sun'iy uxlatiladi. Sizga soddaroq qilib tushuntiraman. Bu amaliyotda bola uxlagan holatda bo'ladi. Og'riq sezilmaydi. Eng asosiysi bolada, ya'ni detskiy travmalar, stomatologga kelgan qo'rqinchli xotiralari bo'lmaydi. Bu orqali biza bolaga, ya'ni bemorimizga tishlarni sifatli va sizlar xohlagandek ketma-ketlikda chiroyli qilib berishimiz mumkin. O'z-o'zidan bu yerda ham doktorga, ham bolaga qulay holatda bo'ladi. Yana bitta eng qulay tarafi, bemorimizda 7 ta, 8 ta, 10 ta tish bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha 7, 8, 10, hatto 15 talik, 15 ta tishi yomon bo'lib ketgan bemorlarimizga keladi. Ularni qatnov qilib juda ko'p marta kelishlariga hojat bo'lmaydi va bitta qatnovda hammasini davolab berishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta narsani unutmanglar, biz bu usul bilan bolani tishlarini saqlashdan tashqari uni ruhiyatini ham og'ir detskiy travmalardan saqlab qolamiz. Nima uchun ba'zi bolalarga bunaqangi uslub kerak bo'ladi, boshqasidan foydalana olmaymiz. Real holatlarga qaraymiz, ya'ni o'zimizni ish jarayonimizda bo'lgan holatlardan kelib chiqib sizga shuni ayta olaman. Agar bola 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lsa, oldingi stomatologga borganda yomon xotiralar, yomon tajriba bo'ladigan bo'lsa, qattiq stomatologdan qo'rqish yoki qattiq stresslar, bola уже stomatologga borganda shunaqa holatlar bo'ladi. Shuni hisobga olinglar. Har doim ham bola qo'rqqan payt yig'lamaydi. Yig'lamasdan turib ham qattiq stressda, qo'rquvda o'tirishi mumkin. Tabiiy holatda bu narsa qo'rqmasdan jim o'tirgan holatga o'xshab ketadi. Shuni hisobga olgan holda va birdaniga hamma tishlar yomon bo'lib ketgan, tishlarimizning soni juda ko'p, davolanish kerak bo'lgan holatlar sedatsiyaga, ya'ni chuqur uyqu ostida davolashga tavsiya qilinadi. Sizlarga hozir quyida rasm chiqadi, ya'ni boshlang'ich holati o'zimizda bo'lgan holat, ya'ni e'tibor beringlar. 1,5 yasharli bola. 1,5 yasharli bolani biz sedatsiyaga tavsiya qildik. Quyida rasmda ko'rib turganingizdek, oldingi tishlari juda ham yomon bo'lib ketgan, hatto qonab qo'rqinchli holatga kelib qolgan. Bola bu narsa yeydigan bo'lsa, u narsa уже bolaga og'riq beradi. Og'riq bergan hisobiga ovqatlanishdan orqada qoladi. Bola stressda doim yuradi, asabiylashadi va bu bolani yana shu narsani e'tibor berib qaraymiz, 1,5 yashar. 1,5 yashar bola biza priyomda 1 soat gaplashsak ham bizning gapimizga yaxshi tushunmaydi va biz bilan aloqaga kirishishi juda ham qiyin bo'ladi. Yana bitta tarafi, rasmda ko'rganingizdek, bir nechta tishi, даже 4 ta ham emas, deyarli hamma tishlari kariesga uchragan. Bolada o'sha hayotiy kerakli bo'lgan oziq moddalarni tishlab yeyishga imkoniyati qolmayapti. Bu narsalarning hammasini hisobga olgan holatda biza bu kichkina, jajjigina 1,5 yasharli bolakayimizni sedatsiyaga tavsiya qildik. Bu narsani biz to'g'ri tushuntirganimiz uchun ota-onalari ham rozi bo'lishdi va quyidagi rasmda keltirilgan holatdagi oldi tishlariga koronka qo'yib berdik va bir nechta tishlarini plomba qilib berdik. Quyida keltirilgan klinik holatimiz yana bir e'tibor beradigan jihati, biz tishini hammasini davolamaganmiz. Ya'ni bu asosiy kerakli hayoti uchun, ovqatlanishi uchun, talaffuzi uchun, qisqa qilib odatiy hayotga qaytishi uchun kerakli bo'lgan tishlarini davolab, qolganini keyingi muolajalarga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, odatiy qabulga chaqirib davolab berishimiz ham mumkin. Ana shuning uchun sizlar endi xulosa o'zingizdan bunaqangi holatlarda biz albatta sedatsiyaga murojaat qilamiz. Agarda sizda ham shunaqa holat bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib, maslahat olib, agarda zarurat bo'lsa, sedatsiya bilan, zarurat bo'lmasa, qabul bilan davolashga harakat qilamiz.
Shuning uchun ham ota-onalar ba'zida savol berishadi. Bolalarni ushlab turib ko'rib bersangiz bo'lmaydimi? Biz qo'rqamiz sedatsiyadan deb aytishadi. Shuni tushuninglar, ota-onalar, yig'lash har doim ham bu ko'rsatkich, baholash ko'rsatkichi bo'lmaydi. Bola yig'lamasdan turib ham qattiq stress holatiga tushishi mumkin. Bu narsa bolangizni ertaga hissiyot jihatdan va kelajakda bo'ladigan detskiy travmalarga olib kelishi mumkin. Natijada biz ko'p duch kelganmiz bunaqa holatlarga. Hatto tishlari og'rib, yiringlab ketgan holatda ham doktorga bormay, murojaat qilmasdan o'sha odamlar hayot davomida qiynalishadi. Doktorlar bilan muloqotga juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun iltimos shu narsani e'tiborga olinglar. Bu muolajada xavf bormi yoki yo'qmi? Xolis javob beramiz. Har bir tibbiy muolajada har doim risk, ya'ni xavf bo'ladi. Hatto oddiy ukol qilganimizda ham bu katta risk, ya'ni xavf hisoblanadi. Lekin chuqur uyqu, ya'ni sedatsiyada qanaqa xavflar bo'lishi mumkin? Chuqur uyquda, ya'ni sedatsiyada bo'lgan xavfli holatlar qachon bo'ladi? Agarda bolada kuchli shamollash, o'pkasida qanaqadir balg'amlar, kuchli allergik reaksiyalar, qo'shimchasiga sistematik kasalliklar, ya'ni yurakda yetishmovchilik, ya'ni boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, unda bolalarni biz sedatsiyaga ololmaymiz. Bunda xavf ko'rsatkichi juda ham yuqori bo'ladi. Farzandingiz sog'lom, lekin yana qachon xavfli bo'lishi mumkin? Ota-onalar yaxshilab eshitinglar, bu juda ham muhim. Sizlar e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi. Muolaja qilmoqchi bo'lgan joyingiz noto'g'ri tanlansa, bunda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi o'tdagi mutaxassislar, joyda odzivlariga va oldingi qilingan ishlarini yaxshilab tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Turli xil ijtimoiy tarmoqlar, u yerda davolangan bemorlar orqali yoki u yerga bevosita borib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsa, muolaja qilinishdan oldin tayyorgarlik yetarlicha bo'lmasa, bu holatda ham xavf darajasi juda ham yuqori bo'ladi. Albatta bu jihatdan sizda ham o'ziga yarasha mas'uliyat bo'lishi kerak va shoshilmaslik kerak. Muolajani olib boradigan doktorni ham iloji boricha shoshiltirmaganingiz ma'qul. Yana eng muhimi, tajribasiz va avval bunaqangi muolajalar kam o'tkazilgan joyda qilish. Kecha bo'lishi kerak bo'lgan ikkita bemorimizni men shaxsan atkaz qildim. Nima uchun? Bunda biz kelgan bemorimizni tekshirib ko'rdik yana qaytadan. Anesteziologimiz o'pkalarini eshitgan paytda hatto ota-onasi ham farzandini shamollaganini bilishmagan va eshitib ko'rganimizda qizalog'imizni o'pkasida har xil nafas yo'llarida to'lqinli ovozlar eshitganimiz va balg'amlarni sezganligimiz uchun bizning qoidamiz bo'yicha bunaqa holat atkaz qilinadi, ya'ni olinmaydi. Biza tayyor bo'lsak ham, kunimiz, vaqtimiz ketsa ham shu narsani o'tkazib yuboraylik, bekor ketmasin, baribir tayyorlandik demadikda, bu bemorlarni atkaz qildik va boshqa kunga ko'chirishga majbur bo'ldik. Endi bu bemorlarimiz pediatrga borishadi, maxsus yana qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishadi. Shamollashlar muolajasini olingandan keyin, yaxshi bo'lgandan keyin farzandimizni, ya'ni o'sha bemorimizni qaytadan yana boshqa qabulga yozamiz. Bu bilan biz maqtamoqchi emasmiz. Bu bilan biz ishimizda bo'ladigan xatoliklarni oldini oldik va bolada bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli holatlarni ham oldini oldik. Xavfni kamaytiradigan 5 ta omilni yaxshilab sizga soddaroq qilib tushuntirib o'taman. Bu narsani siz albatta yaxshilab eshiting. Sedatsiya bilan davolatmoqchi bo'lsangiz, bu narsalarni albatta hisobga olishingiz kerak. Bu sizning mas'uliyatingizga kiradi. Birinchisi, bu bolani haqiqatdan sedatsiyada davolash kerakmi yoki davolash kerak emasmi? Bu shu narsani tushuntiradiki, hammani ham sedatsiyaga birdaniga olib bo'lmaydi. Ikkinchisi, oldindan tekshiruv o'tkazilishi kerak. Analiz javoblarini albatta topshiring. Analiz javoblarini ko'rib, doktor xulosa qilgandan keyin pediatr va anesteziolog ham oxirida bir ko'rib bolani baholash kerak bo'ladi. Uchinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan omil bu jamoani tajribaliligi. Bu ishda shifokor, ya'ni davolaydigan stomatolog faqat bitta o'zi ishtirok etmaydi. Bu yerda seli bitta jamoa. Bu yerda bo'ladi anesteziolog, anestezistka, stomatolog yordamchisi va stomatolog o'zi, kerak bo'ladigan bo'lsa muolajaga qarab jarroh stomatolog va mana shu komanda albatta ishtirok etishi kerak. O'shanda ishimizda sifatlilik ham yuqori darajada bo'ladi. To'rtinchi omilimiz bu monitoring. Ya'ni bemorimiz, ya'ni farzandingizni sedatsiyaga olgandan keyin uni nafas, yurak urishi, kislorod bilan to'yinish darajalarini ko'rsatuvchi apparatlar bilan yetarli jihozlangan bo'lishi kerak. Eng asosiy 5-omil to'g'ri muhit. Farzandingizni sedatsiyada agar davolatadigan bo'lsangiz, yaxshilab e'tibor bering. Sedatsionniy, ya'ni sedatsiya qiladigan xonamiz oddiy stomatologik xona emas. U
maxsus bolani shu usulda davolash uchun jihozlangan apparatlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak va qo'shimcha xavfli holatlarni oldini olish uchun amaliyot o'tkaziladigan klinika qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rilgan xonalari va mutaxassislari bo'lishi kerak. Misol uchun biza qiladigan klinikamiz hamma talablarga javob beradi va qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rilgan. Agar sizga shunaqa muolaja kerak bo'lsa, bemalol kelib biza bilan maslahatlashishingiz mumkin. Bunaqa muolaja o'zi kimga kerak emas. Qisqaroq qilib tushuntiraman. Kerak bo'lgan holatlar 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan. Bemorimiz doktor bilan hech qanaqa aloqaga kirisha olmaydi. Juda ham shovqin solib, qattiq stressga tushadi yoki davolayotgan paytimizda bitta tochkaga qarab qotib qoladi. Bola kuchli terlashlar, chuqur nafas olishda o'zgarishlar, yurak ritmida o'zgarishlar bo'lyapti. Bu eng asosiy stressimizning belgilari hisoblanadi. Ba'zi bir shunaqangi holatlar bo'ladi. Bemorimiz boshqa sistematik kasalliklar bilan kasallangan. Mana misol uchun kecha shunaqa holat bo'ldi, murojaat bo'ldi. Bemorimiz Turkiyaga davolanishi kerak va srochno uchishini, tishidagi bo'lgan hatto karislar ham bo'lishi kerak emas va juda ham tezlik bilan uchishlarini davolash kerak. Biz ko'rganimizda uchishlar bitta ikkita emas, 5-6 tadan ko'p. Mana bunaqangi holatlarda sedatsiya usuli qo'llaniladi. Yana qo'shimchasiga turli xil nevrologik kasalliklar, turli xil somatik kasalliklar, bolada juda ham kuchli tonus, ya'ni mushaklari qattiq, bola stress hisobiga yoki qo'shimcha kasalliklar hisobiga og'zini ochmayapti. Bu narsani ko'p sanashim mumkin. Asosiy qismlari shu. Mana shunday holatlarda biz bolalarga tavsiya qilamiz sedatsiyani, ya'ni chuqur uyquda davolash. Kimga kerak emas bunaqangi muolaja? Bunaqangi holatlar, ya'ni bola o'zi og'zini bemalol ochib beryapti. Karislangan tishlari bir nechta, ya'ni 2 ta, 3 ta, 4 tagacha bo'lishi mumkin. Va og'riydigan tishlari bunaqangi ko'p emas yoki vobshe og'rimaydi. Mana unaqa holatlarda bemalol bola bilan qatnov qilib, kelishib davolashimiz mumkin. Shunaqangi bolalar ko'p, o'zi kelib tishlarini davolatib, xayrlashib yana yaxshi kayfiyatda ketishadi. Biz faqat sedatsiya bilan davolamaymiz. Agar zarurat bo'lsa, bizda chuqur uyqu bilan davolanadi. Zarurat bo'lmasa, qabulimizga albatta u bolalarni qatnov bilan chaqiramiz va ular bilan iloji boricha do'st bo'lib, alohida yondashuv bilan davolashga harakat qilamiz. Bunaqangi holatlar bizda ko'p, deyarli har kuni bunaqangi bolalar bilan ishlaymiz. Sizga agar ishlash jarayonimiz qiziq bo'lsa, hozir sizga video qo'yib beramiz, ozroq ishlash jarayonimizdan sizga ma'lumot beramiz. Xotin nima ekan? Yoki Nodir doktor desang ham bo'ladi. Doktor. Qani men ko'ring, menga qarash. Sadiya. Qani eng katta. 2, 3, 4. Salomga qo'ying. Katta, eng katta. Dur. Endi menga qara. Sen mana shu o'tir, men senga tushuntirib beraman. Sen uyda ishingni yurishing kerak, xo'pmi? Qani bitta qilamiz. Tishini ko'rsatasiz. Qattiq. Вчера назад крупный хищник. Киви тоже заказал. Я хочу такую. Хочешь? Да. Все, пион, открывай. Как вот тринозавр. Вот, это хорошо? Надо лечить. Видишь? Что там? Ой. Вот, как флаг, да, вот? Чуть-чуть будет болеть, чуть-чуть. Чиз будет и все. Как пчелка. Да, заказом из оттуда. Оттуда закажу? Да. Хорошо, закажу. Гиганта за Олега. Только один. Это тоже. Давай. Это тоже. Так? Динозавры. Ko'rdingmi, ichiga ovqat tursa to'lib qolibdi. Bu salfetkaga artaman, achchiq. Katta. Men-chi, bo'lmasam-chi, men bilan tishingni o'lchab turaman birinchi, xo'p? Bu yoqqa o'rtasiga qani mo'rjallab turib, qani tuflab yuborchi. Vashsham zo'r bola-da, bu. Yo'q, bunaqa bola. Vashshi yo'q, hech qayerda yo'q. Senga bitta narsani aytay. Sen suyong bor. Sen menga qara, eshit. Senga konchik mashina yoqadimi yoki bu
Usmon zo'r tez yuradigan shunaqa. Tez yuradigan. Yashil, ko'k, qizil. Korrekda sen yaxshilab ko'rib o'rganib ol. Keyin menga qarashaverasan, xo'pmi? Shuna qilib, nima xulosaga kelamiz? Biz har doim ham bemorni sedatsiyada davolashga harakat qilmaymiz. Bolani holatidan kelib chiqib, yuqorida sizga aytgan holatlarni bilan baholab, keyin sedatsiyaga tavsiya qilamiz. Agar zarurat bo'lmasa, biz uni albatta qabulga chaqiramiz. Chuqur uyqu bu qo'rqinchli narsa emas. Agarda bu to'g'ri va qoidalarga asoslanib, tartiblari o'zini o'rnida belgilanib, xulosa qilingan bo'lsa. Agar sizda savol bo'lsa, yozing. Shubha bo'ladigan bo'lsa, keling gaplashamiz, maslahatlashamiz. Videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Men doktor Mashrabov, bolalar stomatologi. Bolalarni qo'rqitmasdan, iloji boricha himoya qilib, hamma narsani hisobga olib davolaymiz. Izoh qoldirishingiz mumkin. Bizani sahifamizga a'zo bo'lib qo'ying. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar.